Sulaymon alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo 200 mingta ot bergan ekan. 200 mingta ot. Va Sulaymon alayhissalom shu otlarni qalbidan yaxshi ko'rib qolgan ekan. Otlarni yaxshi ko'rishlikning zarari yo'q. Faqat chegarasidan chiqmas kerak xolos. Tushida ham otini ko'raversa, o'ngida ham otini ko'raversa, keyin uloqqa borib bir aylantirib kelsa, keyin ko'stagi o'lib qolsa masalan. Yo bo'lsam shunday bir voqealar bo'ladi-da, o'ngida ham tushida ham o'ylaydigan bo'lib qoladi. Faqat otini o'ylaydigan bo'ladi. Buni biladi o'sha yerda o'tirgan otni qiziqqan odamlar biladi. Faqat otini yaxshi ko'rib qoladigan bo'ladi. Sulaymon alayhissalom ham oti bilan fitnalanib qoladi. Otlarning shunday sifati bor ekan, ya'ni nimada aytiladi kitoblarda, balki hayotda o'zi shunday bo'lsa kerak. Ot mutakabbir bo'lsa va zotdor ot bo'ladigan bo'lsa, bitta oyog'ini ko'tarib turar ekan. To'yib bemalol bo'lib qolgandan keyin ot bitta oyog'ini, tuyog'ini deydim, oyog'ini ko'tarib olar ekan. Zotdor ba'zi bir otlar. Sulaymon alayhissalom otlardan xabar olar ekan. 200 mingta ot. Kunlarning birida otlarga mahliyo bo'lib, otlarga qarab, shular bilan ovora bo'lib, Sulaymon alayhissalom namozini o'tkazib boradi. Bis-suqi val a'naq degan oyat tushirgan Alloh taolo keyin. Otlarga qarayman deb namozni o'tkazib borgandan keyin Sulaymon alayhissalom nima bo'ldi? Namoz vaqti o'tib ketdi deydi. Sulaymon alayhissalom qilichni olib kelinglar dedi. 200 mingta emas, butun yer yuzi to'la ot bo'lsa ham bitta namozga arzimaydi. Hamma otlari chiroyli bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo innalloha jamilun degan narsaga arzimaydi. Alloh taolo go'zaldir degan narsaga arzimaydi. Sulaymon alayhissalom otlarini Alloh taolo qanday so'yganini Qur'onda aytibdi. O'sha chiroyli, zotdor, mutakabbir bo'lgan otlarini Sulaymon alayhissalom bis-suqi val a'naq bo'yinlariga va tizzalariga qilich tortib, hammasini bitta qo'ymasdan so'yib tashladi. Agar shu otlarim meni Alloh taolaning zikridan, ibodatdan, shukridan qaytarayotgan bo'lsa, bunday otlarning menga keragi yo'q dedi. Bizi hayotimizda ham qaysi narsa shu ibodatdan, Alloh taolaning zikridan, shukrdan bizni to'sayotgan bo'lsa, biz shu narsadan uzoqlashishimiz kerak.